Agar hozir telefoning yoningda bo'lsa, uni qo'lingga olma. Chunki hozir aytadigan gaplarim yoqmasligi mumkin. Oddiy, telefon bizni dangasa qilyaptimi yoki biz allaqachon bunga ko'nikib bo'ldikmi? Oxirgacha ko'rishni tavsiya beraman. Oxirida o'zingizni tekshirib ko'rasiz. Telefon bizga hamma narsani bergandek tuyuladi. Bilim, ish, pul va aloqa. Telefon vaqtni asta-sekin o'g'irlaydi. Bir video, keyin yana bittasi. Telefon tez zavq beradi. Miya shunga o'rganadi. Qiyin ish? Yo'q albatta. O'rganishchi? Keyinroq. Shu sabab bugun ko'p odamlar xohlaydi, lekin harakat qilmaydi. Telefon aybdormi? Yo'q. Muammo nazorat yo'qligida. Telefon qurolga o'xshaydi. Tasavvur qiling, 1 soat davomida telefonsiz qolsangiz, o'zingiz bilan nimalarni tasavvur qilasiz? Telefon siz va bizni dangasa qilmaydi. Telefon ustidan qo'yilmagan nazoratsizlik bizni dangasa qiladi. Tanlov esa hammamizniki.